7 marotaba tavof qilib, tavofni tugatganimizdan keyin 2 rakat namoz o'qib, o'zimiz uchun tavof qilib duolarni qilsak ham bo'ladi. O'tgan otalarimiz, onalarimiz birorta yaqinlarimizga bag'ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, ana shu o'tganlarning haqqiga tavof qilib, savobini bag'ishlasa ham inshaalloh savobi, ajri juda ulug'. Ana shu uchun hozirda birga qilamiz. Endi bugungi ertalab saharga ham umra qilib keldi, boshqa hali charchoqlik ko'pchilik yaxshi chiqmadi. Taxminan 1 soat mobaynida tavoflarni qilib, namozlarni o'qib, duolarni qilib chiqamiz. Ertagalik kunda esa inshaalloh umra badal qilgani Oysha onamizni masjidlariga boramiz. Xo'p. Nafl tavof qilar ekansiz. Bismillahirrohmanirrohim, Allohu akbar deb nafl tavofni boshladingizmi? Tavofni o'zi nafl ibodat. Ya'ni endi uni boshlab qo'ysiz, Bismillahirrohmanirrohim deb tavof boshlab 1 marta yo 2 marta tavofni boshladingizmi, endi uni tugatib qo'yishlik vojib bo'ladi. Agar uni 1 marta aylanib tashlab chiqsangiz, 3 marta aylanib tashlab chiqib, keyin uni tugatib qo'ymaydigan bo'lsangiz, tarki vojib qilgan bo'lasizda, gunohkor bo'lib qolishingiz mumkin. Mana shunda gunohkor bo'lib qoladi. Ya'ni 1 marta 2 marta aylanib beparvo bo'lib ketaversa, agar charchasangiz, qiynalsangiz, tahoratingiz buzilsa, qandaydir holat bo'ladigan bo'lsa, tavofni to'xtatasiz. Tahoratingiz buzilgan bo'lsa, chiqib tahoratingizni qilib qaytib kirasiz. Charchagan bo'lsangiz, bir chekkaga o'tirib, dam olib turib, ana shu to'xtatgan joyingizdan ozgina orqaroqdan yana davom ettirib, ana shunday holatda tavofni 7 marotaba qilib tugatib qo'yishligimiz kerak bo'ladi inshaalloh. Hozirda birgalikda kiramizda nafl tavoflarni qilib, birgalikda ana shu joyda namozlarni o'qib, duolarni qilib, yana qo'shimcha namozlarni o'qiymiz, birgalikda yana qaytib boramiz inshaalloh. Yana yo'llarimizni bordi keldini bugungi kunda yana bir qator ko'rib olasizlar. Ertagalik kunda namozga boshqaga kelganda inshaalloh qiylanmaymiz. Namoz vaqtingizda namoz vaqti bo'ladimi? Tahorat qilasizmi? Oyog'ingiz og'rib qoladimi? Har qanaqangi holat bo'lsa ham to'xtaymiz. Namoz bo'lsa namozni o'qiymiz. Ozgina ikkitadan orqadan yana boshlab tugatib qo'yaveramiz. Endi namozda to'xtagan joyingiz aniq. Tahorat qilgan chiqib ketsangiz, ana shu tahlil qilgan joyingizdan ozgina orqaroqdan boshlab, ana shunday holatda tugatib qo'yaveramiz. Keyin o'zi aslida tavofga oddiy kiyimda, mana aslida oddiy kiyimda tavof qilsa ham bo'ladi. Lekin endi Saudiya hukumatining mana shunday ehromsiz kirgizmasligining sababi umra qilayotganda ko'pchilikka zarar berib qo'yishlik mumkin. Odam ko'payib boshqarib oddiy kiyimlarni kirgizmay qo'ygan. To'g'ridan chiqadigan bo'lsak, ikkinchi etaji bor. Ana shu joyda bemalol oddiy kiyimlarda kelib, masofasi katta-yu, lekin oramizda yoshlarimiz boshqalar yo'q. Ana shu tepada ham bemalol tavof qilib, oddiy kiyimda kelgan vaqtingizda ham tavoflarni qilib